Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Men siz bilan hozir bir figura chizaman. Bu aynan 3, 12, 21, 30 sanalarga tegishli bo'ladi. Qarang. Bu insonlardagi rivoj belgisi 3 burchak. Ya'ni ong mana shunday holatda, mana shunday formulada, mana shunday figura, geometrik figurada ishlaydi. Bularda ishonch hissi va sevgi bularni rivojlantiradi. Taraqqiyot belgisi bu aslida. Va ularni har doim natijaga olib chiqadi. Endi bularda ijobiy tomonlama, pozitiv tomonlama nima degani? Allohga nisbatan ishonchi va sevgisi bo'lganda ular har doim natijaga erishadi. Hattoki dollarda ham bu belgi bor. Bu taraqqiyot belgisi. Bular mana shunday formulada o'sayotgan hisoblanadi. Endi qarangki, buni teskarisi qanday bo'ladi. Inson minus holatda o'ziga nisbatan nihoyatda ishonch, o'ziga nisbatan o'zini juda ham sevadi. Sevmaydi emas. Bu his har doim bularda maksimum darajada bo'ladi. Bu his berilgan. Alloh tomonidan bu uni hissi berilgan. Endi qarangki, bu inson oyog'i osmondan turibdi va yerda. Bu inson o'ziga nisbatan ishonadi, ham narsani o'zi qiladi, ishonadi, o'zini o'ta sevadi, manmanlik, borib har bitta qilayotgan ishini, masalan, haqiqatdan ham u o'ziga nisbatan ishonch, o'ziga nisbatan sevgisi unga ko'pgina yutuqlarni keltirib bersa va ular yuk bo'lib borgan sari bu uchburchak pastga borib albatta bu teskari o'sganligi uchun yer qa'riga kirib ketadi. Bu inson yo'q bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Chunki biz har bitta narsani Allohning inoyati bilan, Allohning kuch-qudrati bilan qilamiz. Va unga nisbatan sevgi yuborgan sarimiz natija keladi. Minnatdorchilik, mana ishonch, sevgi natijani olgandan keyin minnatdorchilik. Bulardagi oddiy formula mana shu. Ishonch nimadir keldi unga, zo'r ilmlar keladi, zo'r fikrlar keladi. Albatta bu o'sha kelganiga ishonadi. Shu narsani Alloh tomonidan berilgan. Ishonadi va bunga sevadi. Bundan mamnun bo'ladi. Allohga sevgi, zikrlar aytadi, ketdi, natijani oldi, minnatdorchilik. Buni formulasi shunaqa. Shunday tarzda o'sgan insonlar taraqqiyotda juda ham kuchli bo'ladi. Mana bunday tarzdagilar men qildim desa, albatta bular yer qa'riga kirib ketadi. Endi bulardagi